Yakuza Dubbing eng so'nggi animelar. Qani endi o'zinglarni himoya qilinglar. Sizlar ko'nikmalaringga juda ham ishonib qolgansizlar. Umuman himoyangiz yo'q-ku. Endi-chi, kengiz kim? Qochdik. Voy, qochmanglar. Men mashg'ulot shunchalik og'ir bo'ladi deb o'ylamagandim. Bu yerda yalqovlanyapsanmi? Liliya, Senga mehnat qilib o'zimni tuzataman deganing uchun gildamizga qo'shilishga ruxsat bergandik. Lekin sen umuman harakat qo'y qilmayapsan. endi, Rod butunlay yovuz-ku. Ha, u oyoqqa turgandan beri yana jiddiy murabbiyga aylanib qolgan. Bularning hammasi Ariel tufayli. Aytgancha, ustoz Ariel bugun kelmayapti-ya. Ariel gildiyadan chiqib ketgan. Nima? Ustoz gildiyani tark etdimi? Ha, shunaqa. Ariel, nega meni tashlab ketding? Axir biz turmush quramiz degandik-ku. Reyner ham yo'q, u ham Arielning ortidan ketgan. O'z bilganini qiladiganlar bilan ishlash chindan ham qiyin. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girilmoqda. Sanavsiz qahramon. 6-qism. 空っぽだったこの手に握りしめたたった一つ夢があるから長い夜も高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように種が土割るように先の翼は脱ぎ捨ててリンカネションリンカネション自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる情熱リンカネションリンカネション愛を勇気にして心に翼もつけて今羽ばたけまっすぐにまっすぐに行こう決めた未来へArielning qaytishi. Aytmasam bo'lmaydi. Qilich xudosi kubogi chempioni, g'alabadan keyin shunchaga g'oyib bo'lib ketgan ilk odam. Qolganing yaxshi emasmidi? U yerda endi ko'radigan va qiladigan narsam qolmadi. To'g'ri, ammo nega endi bu chekka joylargacha kelding? Yo'qsa vatanga tashrif uchun kelgansanmi? Shu bilan o'z kuchimni sinab ko'rmoqchi edim. Ha? Ehtimol. Endi onamni yenga oladigan darajadaman. Qilich xudosi kubiga g'olibi ham onasidan qo'rqar ekan. Haftadan har bir oilada onalar eng kuchlisi bo'lsa kerak. Qanday yoqimli hid. Ehtimol seni qaytganingni nishonlab gul bog'lamas yasarman, Ariel. Men esa yashirinmoqchi edim. Ko'rinishidan tajriba orttiribsan. Men seni borligingni endigina sezdim. Men qilich xudosini kubigini yutdim. Voy, xuddi men kabi. Ha, shu haqida gaplashmoqchi edim. Ular yoqimli, to'g'rimi? Agar bu qilich bo'lganda, menga yomon bo'lardi. Tutib oldingiz. Nimani qilmoqchi bo'lganimni darrov payqadingiz. Albatta, axir men sening onangman-ku. Lekin shu yerda jang qilsak, uy vayron bo'ladi. Tog' orqasidagi mashg'ulot maydoniga chiqamizmi? Ha, Ko'raychi, qanchalik kuchayibsan endi. ha mayli. Shunaqa kulavering. Keyin yig'lab qolmang yana. Voy, voy.
Meni bu jangni jiddiy qabul qilmayapti deb o'ylamoqmi? Ilohiy qadam bilan to'g'ri zarba. Uni to'sishga ulgurmasdim. Agar bu fitnasini hovlida qilganida yutmoqchi bo'lsam hujumga o'tishim kerak. Bu zarba ilohiy havo zarbasi bilan egizakda g'aralashmasimi? Qiziq-ku. Onajon, siz bundan qanday himoyalandingiz? Oddiy qilish siltadim xolos. Bu ko'nikma emasmi? Ko'nikmasiz ham jang qilishni sendan o'rganganman. Shunaqa. Siz haqiqatan ham kuchlisiz, onajon. Bu nimasi o'zi? Maxluq chiqyaptimi? Endi ilohiy qilichbozning havo sakrashi bilan kelyapsanmi? Endi yo'q, unday bo'lmaydi. Ilohiy mavjudlik. Bu menga endi o'tmaydi. Unda endi hamma sirimni ishga solaman. Cheksiz zarba. 人気がないな。 Bu joy huvillab qolibdi-ku. Avvalgi shovqindan hamma qochib ketgan shekilli, ammo hozir tinch. Har holda u shu yerda bo'lsin deyman. Siz kimsiz o'zi? Ehtimol singlisi bo'lsa kerak. Men Raynerman. Arielni ko'rishga keldim. Akamni ko'rishga keldingmi? Menga o'xshagan semiz sigir. Sigir dedingmi? Akam hozir yo'q. Baribir u sigirlarga qiziqmaydi. Xayr. To'xta, bir daqiqa. Men sigir tilini tushunmayman-ku. Bo'ldi, Mira, tinchlan. Mehmonlarga qo'pol bo'lma dedim-ku. Rayner, sen bu yerda nima qilyapsan? Ariel. Ona, aka, xush kelibsizlar. Uyga keldim. Sen ham ulg'ayib qolibsan. Men ham singlisi deb o'ylagandim. Siz ikkingiz urushdingizmi? Onam bilan jang qilib ko'rdik. Kim yutdi? Men yutqazdim. Ariel endi juda kuchli bo'libdi. Yo'q, bu kuch emas, ko'nikma jangi edi. Fizik kuch biroz ustun bo'lgani uchun zo'rg'a yutdim. Baribir qoyil, bu ham oson emas. Axir sizning yoningiz qilich ilohi bo'lsa, to'g'rimi? Lekin hozir avvalgi formada emas, gildiya davridagidek. Shuning uchun g'alaba maqtovli emas. Shunaqami, tushundim. Hoy, bu qanaqa gap bo'ldi endi? Hali kampir bo'lmadi. Onajon, siz hali ham chiroylisiz. Xo'sh, endi bu chiroyli qiz bilan qachon tanishtirasan meni? Aslida men qilichchilar shahridagi sarguzashtchi haqida so'ramoqchi edim. Lekin avval siz qanday tanishganingizni eshitgim kelyapti. Romantik voqealarni yoqtiraman-da. Yo'q, bu sigirning gaplariga quloq solmang. Kechirasiz, lekin nega meni sigir deb atayapsiz? Rostdan ham shunchalik semizmanmi? Xullas, bu Rayner. Biz shaharda birga yashaganmiz. Voy, birga dedingmi? Juda noto'g'ri tushundingiz. Bitta gildi dedik xolos. Bu yerga nima uchun kelding? Ha, to'g'ri. Ariel, sen qanday qilib gildiyani tashlab ketding? Men xayrlashuv maktubi qoldirgandim-ku. Gap maktubda emas. Hech bo'lmasa xayr deb aytish kerak edi-da. Men foydali barcha qilich ko'nikmalarini o'rgandim. Shuning uchun yo'lga chiqdim. Ishonmayman, shunaqa odam ekansan, a? Mayli, baribir sen Ariel uchun xavotirlanib bu yergacha kelibsan. Bu ham e'tiborga loyiq. Bilasizmi, aslida men ham shu qishloqdanman. Ha, rostdanmi? Aytgancha men bu yerga faqat Ariel uchun kelmadim. Aslida sizdan shogirdlik so'ramoqchi edim, Farah opa. Voy xudoyim. Xonim, bu yerdamisiz? Shoshilinch holat. Bu ovoz tanish, Evansmi? Yaxshiyam siz shu yerda ekansiz, xonim. Yaqinda tog'ning g'arb tomonida dahshatli portlash bo'ldi. Ha, shunaqami? Ko'p daraxtlar ag'darilib ketgan, hattoki yerning o'zi ham yorilibdi. Shuning uchun sizni qishloq qo'riqlash jamoasiga yordamga chaqirmoqchi edim. Bunga hojat yo'q. Axir biz endigina u yerdagi maxluqni yo'qotdik. Shunaqami? Buni yashirishdi. Demak, muammo hal bo'libdi. Yaxshi.
Evakuatsiyadagilarga qaysinlar deyman? Raynor? Dada? Voy, sen Evansning qizimisan? Marhum onangning o'xshashini qara. Nega xonimni uydasan? U mendan yaxshi xotin bo'lish sirlarini o'rgatishimni so'radi. Raynor, demak sen o'sha yoshdasan. Yo'q, men bunday demadim. Men faqat shogird bo'laman dedim. Ha, sevgi masalasida shogird, to'g'rimi? Yo'q, men jang qilishni o'rganmoqchiman. Men yaxshiroq qilichboz bo'lishni istayman. Xo'p, unda men senga nafaqat qilichbozlikni, balki yaxshi xotin bo'lishni ham o'rgataman. Nima deyapsiz? Ajoyib fikr. Nima? Xotinim vafot etganida Raynorning kelajagi uchun juda xavotirda edim. Uni yaxshi tarbiyalayman deb ondashdim. Lekin faqat qilichbozlikni o'rgata oldim xolos. Agar u ishlarni ham o'rgansa, juda xursand bo'lardim. Hammasini menga ishonib topshiring. Men Raynerni haqiqiy xonimga aylantiraman. Xonim, katta rahmat. Hoy, shoshmay tursangizchi. Och, endi ishga qaytaman. Raynor, senga ishonaman. Meni eshityapsizlarmi o'zi? Shovqinlarga qaraganda sen qaytding. To'ppa-to'g'ri topman. Xo'sh kelibsan, Arel. Rahmat. Nimalar bilan bandsiz? Sehr o'rganyapsizmi? Kashfiyot arafasidaman. Bu mening eng kuchli texnikam bo'ladi. Eng kuchli texnikami? Muhimi, Miraning baqiriqlarini eshitdim. Qaytib kelib, yoqimli qiz olib kelmadingmi? Yoqimli emas, chiroyliroq. Rosa ham olib kelibsan-da. Sen bunga hali tayyor emassan deb o'ylagandim. Zo'r yangilik-ku bu. Xullas, bugun onamni qilichbozlikda yutdim. Tabriklayman. Mehnating zoya ketmabdi-da. Shuning uchun, dada. Arel, demak sen menga sehrni o'rgatasizmi? Kechirasan, lekin bu imkonsiz. O'zingni o'rintirma. Mayli, avvalo buni katta bo'lak qilib to'g'rashni mashq qilamiz. Tushunarli. Sen ilgari hech buni to'g'rab ko'rganmisan? Yo'q, bu birinchi marta, lekin uddalayman. Bu pichoqni bunday ishlamaydi-ku. Voydo. Voy! Uzr so'rayman. Meni krujkamni sindirding. Uzr, Rayner qizim. Sen gilzada hech ovqat pishirib ko'rmaganmisan? Har doim boshqalar pishiradi. Mayli, unda boshdan boshlab o'rgataman. Uy ishlari haqida hammasini nol nuqtadan. Qilichbozlikni o'rgansam maylimi? Yo'q. Aql, tana, mahorat. Eng yaxshi qilichboz bo'lish uchun sen 3tasini mukammal qilishing kerak va uy ishlariga mas'ul bo'lishing kerak. Xo'p, xonim. Lekin uyda yana bitta qiz bo'lishi meni quvontirdi. Sizning Arildan kattaroq qizingiz ham bormi? Ha, oilada yana bir qizimiz bor. Ha, opam bizga aytgandi. Men Arilga o'xshagan sinfsizlar oson yashaydigan dunyo yarataman. Shunday deb ketgandi. Umid qilamanki, u yaxshi yuribdi. Ularga nisbatan kamsitish muammolari ko'p albatta. Lekin odamlarga qaraganda ularning kuchi ko'p-ku, to'g'rimi? Mayli, bu stol ham ta'mirga muhtoj edi aslida. Demak, hammasi yaxshi tomonga. Sehr bilan tuzatsangiz bo'lmasmidi? Xotinim aytdi, sen yog'och hidlanib kelsang yoqadi deb. Ha, mayli unda. Sehr ko'rmoqchimiding? Ha. Bo'ldi, unda hozir. Qayta tiklan. Yurt tozalash paytida biroz gaplashamiz. Aytdim-ku, sehr o'rganishdan voz kechganing ma'qul. Har bir insonning sehr uchun zarur bo'lgan ma'nosi bo'lavermaydi. Bu maxsus qobiliyat go'yo sehrli batareyaning bor demagidir. Qobiliyatmi? Ma'nosi ham, mahorati ham bo'lmagan odamning
Sehr ishlatishi eshitilmagan holat. To'g'ri gap. Senga qaraganda sen allaqachon tarixda iz qoldirgansan. Chunki sinfga ega bo'lmagan inson qilich xudosi kubogini oldi. Ammo bu eski qilichlar senga mehnatkashligingni eslatadi. Ba'zi narsalarga esa hatto mehnat bilan ham yeta olmaysan. Shularni tashlab yubormadingmi? Ular senga qo'yilgandek yodgorlik. Ularni tashlab yuborish yoki tuzatish menga ham qiyin. Lekin bilasanmi? Manasiz sehr qilishga urinish go'yo qo'lsiz qilichni tutishga o'xshaydi. Ko'zni bog'lagancha, faqat kuzatib o'rganishga o'xshaydi. Qancha harakat qilsang ham foydasi yo'q. To'g'ri gap. Lekin qayerdan bilamiz? Menda ham borga o'xshaydi. Agar bo'lganida allaqachon sehrgar sinfini olgan bo'larding va ancha oldin sehr o'rganishni boshlagan bo'larding. Menda mana bor. Ich-ichimdan sezaman. Buni qayerdan bilding o'zi? Bu gildiyadagi paytlarimda Reyner meni har kuni do'pposlaganda bo'lgan. Demak, u rashkchi, jahldor qizlardanmi? Endi xavotirlana boshladim. Yo'q. Men jasorat mahoratini olish uchun unga meni urishini ataylab so'ragandim. Bu ishladimi yoki ishlamadimi? Har holda, jarohatlanganimdan keyin ilohiy himoyani tiklash uchun muqaddas suv ichishim kerak edi, lekin Ariel, bu shartning yana sen buzyapsan-ku. Saroyga muqaddas suv zaxiramizning yarmi senga ketyapti. pulni men uchun tikishdan ko'ra, uni budjetga solganingiz yaxshi emasmi? Og'zingni yop, bezbet. Agar sen shunday davom etmoqchi bo'lsang, unda buni ich. Omborda turgan qandaydir dori ekan. Avval mana shuni ichib sog'ligingni tikla. U ichsa bo'ladimi o'zi? Bu doring o'zi nima? Agar eski muqaddas suv bo'lsa omadimiz kelgan. Agar zahar bo'lsa, Zahar bo'lsa ham ichgan a'zolarimni chiniqtiradi. Balki foydasi tegar. u rostdan ham ichib yubordi-ku. Bunday narsalar ichish yaxshi emas. Muammo shundaki, bu aslida zahar emas ekan. Bunisi yaxshi, quvonish kerak. Lekin ichganimda go'yo nimadir tiklangandek bo'ldim. Ammo bu Xudo bergan ilohiy himoya emas edi. Unda bu nima bo'lishi mumkin? Tushundim. Demak, sen mana energiyasini qayta tiklagandirsan. Unda senga sehr o'rgata olishim mumkin bo'lsa kerak. Nega bundan xursand bo'ldingiz? Albatta. Rostini aytsam, har doim onangga havas qilardim. Senga qilichbozlikni o'rgatgani uchun. Mayli, endi aytchi, ichingda o'sha ma'nan hissini hali ham sezyapsanmi? Ha. Uni butun tanang bo'ylab harakatlantira olasanmi? Biroz. Endi uni chiqarishga harakat qil. Qo'lingni kaftida uni bitta nuqtaga to'playotganini tasavvur qil. Sinab ko'raman. Eplay olding. Ana u chaqnashni ko'rdingizmi? Bu sening ma'ning borligini aniq isboti. Mayli, unda ko'rinishingdan hammasini sarflab yubording. Shunchasigami? Ha, qilishda sen chempionsan. Lekin mana bo'yicha hatto shogird darajasida ham emassan. Sehr ishlatish uchun bundan ancha katta mana zaxirasi kerak bo'ladi. Uni endi qanday oshiraman? Xuddi qilich mashqi kabi. Muskullaringni mashq bilan o'stirsang, manani ham qayta ishlatib kuchaytirishing kerak. Yaxshi, endi tinim yo'q. Rostini aytsam, senga taslim bo'l deyishni hech xohlamaganman. Chunki sen doim oyoq tirab turasan va mehnat bilan imkonsiz narsani ham uddalaysan. Senga o'xshagan o'g'limdan faxrlanaman. Bu do'kondagi barcha mana ichimliklarni olaman. Mana ichimligi? Rostdanmi? Bunchasini kim ichadi? Yo'q, o'zim ishlataman. Ha? Olti oy o'tgach. Zo'r ko'ri. Senda endi sehrgarlik darajasidagi mana bor. Demak endi sehr ham qilsam bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, hali bitta murakkab masala bor. Avvalo, bunga qarab ko'r.
Bu belgilar nimani anglatadi o'zi? Bu magi matn deb ataladi. Sehr ishlatish uchun magi matnda yozilgan so'zlarni bilishing kerak. Tushunarli. Agar to'g'ri ko'nikmaga ega bo'lsang, sehr uchun kerakli so'zlar deyarli avtomatik tarzda miyangda paydo bo'ladi. Lekin menda bunday ko'nikma yo'q. To'g'ri. Demak, har safar sehrni boshida shakllantirib, ovozsiz o'qishing kerak bo'ladi. Bu esa biroz murakkab masala. Ammo senga yordam beradigan joy bo'lishi mumkin. Sehr shahridagi akademiya. Siz o'sha yerga borgansiz, to'g'rimi? U yerda sehrning barcha asoslarini o'rgatishadi. Lekin avval o'qishga kirish uchun darajangni mashq qilib ko'tarasan. Hamma narsani menga ayting. Onajon, siz tayyorlagan hamma taom juda mazali. Bu sho'rvangiz zo'r chiqibdi. Rostdanmi? Rahmat. Bu sho'rvani siz qildingizmi? Sabzavotlar aslida sal pishmagan, qattiq chiqibdi. Sizga hali mashq kerak. Men sabzavotlarni biroz qarsilab pishganini yoqtiraman. Rostdanmi? Unda xursandman. Reyner, sen ancha yaxshilangan ekansan. Ham oshxonada ham qilishdi. Rostdanmi? Siz juda maqtayapsiz, onajon. Ko'rinishida onam senga ancha mehr qo'ygan, Reyner. Men ham uni yoqtiraman. U jasur va chiroyli ayol. Yo'q, ha? Rostdanmi, azizim? Albatta, senchalik chiroyli emas, albatta. Sizning oilangiz juda ahil ekan. Agar onam tirik bo'lganda mening oilam ham shunday bo'larmidi. Ehtimol ham. Sen uchun hamma narsani qilaman, azizim. Faqat ayt, men barchasini sehr bilan amalga oshiraman. Meni shamchiroq deb o'yla. Xohlagan orzuyingni bajo qilaman. Sehr. Bo'ldi. Men yanada kuchliroq bo'laman. Telegramdagi Meduza va Nova TV kanallari uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etganlar deb sanab o'taman. Keyingi qismlarda va kim ovoz berayotganini bilsam. Sinfsiz qahramon. Bu anime juda ham yoqdi. Vot. Oxirigacha ovoz yozmoqchi edim o'zi birinchi qismidan. Ba'zi ishlarim chiqib qolib, dam oldim. Endi esa qolgan ovozlarni o'zimiz yozamiz. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr, keyingi qismlarda albatta to'g'rilab ketamiz. Xullas, hammaga xayr. Keyingi qismlarda ko'rishguncha hammaga xayr.